Poytaxtimizdagi kasbiy ko'nikmalar markazida Germaniyaning ta'lim va hunarmandchilik fondi bilan migratsiya sohasida hamkorlik uchrashuvi o'tkazildi va kelgusidagi rejalar muhokama qilindi. O'zbekistonda mehnat migratsiyasining dolzarb masalalarini hal etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu sababdan ham joriy yilning 17-yanvarida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi, Germaniyaning ta'lim va hunarmandchilik fondi hamda vatanparvar tashkiloti o'rtasida muhim hamkorlik memorandumi imzolandi. Ushbu memorandum asosida O'zbekiston fuqarolarini Germaniyada avtobus haydovchisi sifatida ishga joylashtirish ko'zda tutilgan. Demak, bular O'zbekiston hududidan vizalarni rasmiylashtirib Germaniyaga yetib borganlaridan keyin 5 oy davomida mahalliy, ya'ni Germaniya standartlariga qayta tayyorlanadilar. Ularning qonun qoidasi, tartibi tayyorlangandan keyin, imtihonni o'tgandan keyin qo'shimcha sertifikat, guvohnoma olishadi. Undan keyingina to'laqonli xorijiy mutaxassis sifatida ish beruvchilar bilan mehnat shartnomasi tuzilib ishga kirishiladi. Borganda bular barchasi ish beruvchi tomonidan tanlangan maxsus yashash yotoqxonada joylashtirishadi va mana shu 5 oylik muddat o'tib bular to'liq ishga kirishgandan keyin joylashgan hududida bular o'zlari xohlagan xonadonni yoki boshqa yashash manzilini tanlab o'sha yerda yashash, ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Nomzodlar Yevropa Ittifoqi standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan nazariy va amaliy mashg'ulotlarni o'z ichiga olgan o'quv dasturlari asosida Germaniyaga jo'nab ketishdan avval tayyorlanadi. 2 yildan beri Germaniyaga ishlash uchun qiziqish bor edi menda. Shu sababli nemis tilini 2024-yilda 6 oy davomida o'rganib, B1 sertifikatini qo'lga kiritdim va ishlash uchun Migratsiya agentligining saytida ariza qoldirdim. Keyin yanvar oyida Migratsiya agentligi menga murojaat bilan chiqishdi. Germaniyaning SBH West kompaniyasi avtobus haydovchilarini ishga olyapti degan murojaat yo'lladi ular o'zlari. Shu bahona men ariza topshirdim va nomzodlikka qabul qilindim. 2 oydan beri hujjatlashtirish ishlarimiz davom etyapti. Mana birinchi bosqichda bizga iPadlar berishdi. Bu orqali biz Germaniyaning yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha, yo'l qoidalari bo'yicha bu iPad bilan nazariy bilimlar olamiz ekan shu 1 oy davomida. Loyihada ishtirok etayotgan dastlabki guruh ishtirokchilari 2025-yil avgust oyidan Germaniyaga yuborilishi rejalashtirilgan. Hozirda 100 nafardan ortiq nomzod tayyorgarlik bosqichidagi mashg'ulotlarga jalb qilingan. Dastlabki 5 oy davomida, ya'ni qayta o'rganuv davomida, hali ishlamagan paytlarida ular 1,5 ming yevro va undan yuqori miqdordagi maoshni olishadi. Borgandagi ularning to'liq sug'urtasi, sog'lig'i, salomatligi, ijtimoiy sug'urtasi to'liq ish beruvchi tomonidan ta'minlanadi. Va 5 oydan keyin ishga joylashganlaridan so'ng esa ularning oyligi 2,5 ming yevro va undan yuqori ko'rsatishda bo'ladi. Va shu bilan birga bu holatda ham ish beruvchilar ularning yashash joylarini, boshqa sharoitlarni ularga topib yaratib berishadi. Faqat bu holatda to'g'ri olinadigan oyligining ma'lum miqdorini yashash uchun o'zlarini kunlik ovqatlanish xarajatlarini o'z oyliklaridan qoplaydilar. O'quv jarayoni zamonaviy texnologiyalar asosida olib borilmoqda. SBH kompaniyasi tomonidan 100 dona planshet, kasbiy o'quv materiallari hamda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish uchun 2 dona avtobus simulyatori taqdim etilgan. Mazkur loyiha O'zbekiston fuqarolarining Germaniyada munosib bandligini ta'minlash hamda ularni xalqaro talablarga javob beruvchi malakali haydovchi sifatida tayyorlashga xizmat qiladi.